Assalomu alaykum. Xayrli kun hammaga, aziz kuzatuvchilar. Hozir o'qishga ketishimdan oldin sizlarga o'sha rasmini tashlagan xalatimni obzorini yengilgina qilib olamiz. Bu xalatimiz shunaqa kliyenkali bo'ldi. Oldilari zamogli. Yoqasi sizlarga darsligini o'tib berganim, faqat oldida yoqasi bor, orqasida yoqasi yo'q. Bu razmer 56-razmerda klientimlar uchun xalat lozim. Lozimi mana yangi darslikda o'tganimizdaqangi standart lozimlar. Orqasi bilan oldida farqi bor. Juda ham qulay turadi, menga yoqdi. Uslubimni almashtirib, lozimni ham boshqacha tikyapman hozir. Shunaqangi chiroyli cho'ntaklari bilan sifatli qilib ishlandi. Ketingi videoda vazifamni videosini qo'yaman.